Mahmud aslida mahmudun deb o'qiymiz hamda bu hamida fe'lidan olingan. Hamida maqtamoq degani, mahmudun esa maqtalgan degani. Maftuna aslida bu fatana fe'lidan olingan. Fatana bu sehrlamoq degani. Maftuna esa bu sehrlangan degani. Hamda muzaffar aslida muzaffarun deb o'qiladi hamda bu zofiro fe'lidan olingan. Zofiro bu g'alaba qozonmoq degani. Muzaffarun esa g'alaba qozongan. Munira aslida muniratu deb o'qiymiz hamda bu naro fe'lidan olingan. Naro yoritmoq degani. Muniratu esa yoritilgan, yoritmoq hamda yorituvchi degani. Murod aslida murodun deb o'qiymiz hamda bu aroda fe'lidan olingan. Aroda bu istamoq degani. Murodun esa bu istalgan, xohlangan demakdir.